Assalomu alaykum aziz do'stlar. Rus tilini birga o'rganamiz. Kursimizni bugun 2-darsini boshlaymiz. Demak, har doimgidek birinchi qism grammatikadan boshlaymiz. Bugungi mavzumiz rodlar. Ya'ni yaxshi bilasiz, rus tilida 3 ta rod bor. Ya'ni мужской rod, женский rod va средний rod. O'zi rus tilini olganda ko'plar rod deganda xayoliga birinchi bo'lib мужской, женский so'zlarini eshitganda jins keladi. Ya'ni jinsga tegishli bo'lsa kerak, faqat ayollarga yoki faqat erkaklarga tegishli bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Lekin bu aslo unaqa emas. Buni keyinroq hozir yana ko'ramiz. Demak, rodlar ko'pinchalik otlarda ishlatiladi. Ya'ni имена существительные. Bu otlar degani. Ko'p so'zlarda so'zni qanaqa rodga tegishli bo'lganini uni tugallanishiga qarab aniqlasa bo'ladi. Masalan, женский rod. Женский rodni ko'pinchalik so'zlar otlar oxirida a, ya bilan tugatilgan bo'lsa, shunda u женский rodga tegishli bo'ladi. Мужской rod. Мужской rodda ko'pinchalik undosh bilan tugagan so'zlarga мужской rod deb ataladi. Keyingisi средний rod. O, ye bilan tugagan so'zlar средний rodga tegishli bo'ladi. Ammo har doim shu narsa esingizda tursinki, rus tili juda ham qiyin til bo'lganligi sababli istisnolar ham juda ko'pdir. Demak, мужской rod on, ya'ni u yigitga nisbatan мужской rodda on deb ataladi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, undosh harflar bilan tugagan so'zlar мужской rodga tegishli bo'ladi. Masalan, birinchisi turist, turist, t, мужской rod, undosh, t. Kompyuter, kompyuter, r, что, kompyuter. Чей, kompyuter. Muzey, ye rus tilida ikratkaya deb ataladi. Bir qaytarib ko'ringchi, ikratkaya, ikratkaya. Ye ikratkaya deb ataladi muzey. Slovar, slovar, ya'ni lug'at. Lug'atni oxirida e'tibor berganingizdek mягкий знак, unli emas, undosh emas, mягкий знак kelgan. Mягкий знак qanday qilib мужской rodda uchrasa, xuddi shunday qilib женский rodda ham uchrashi mumkin. Bu shu istisno so'zlardan biriga hisoblanadi va shuni aytib o'tishim kerakki, bularni o'rganish uchun, bilish uchun so'zlarni o'zini yodlashingiz, o'rganishingiz kerak bo'ladi, ya'ni kontekstda. Keyingisi женский rod. Ana, u qizlarga nisbatan ana. Кто она? Kim u qiz bolaga nisbatan aytiladi. Strana, a. Strana, davlat degani. Viza, vizani hamma bilsa kerak, a. Женский rod. Какая виза? Моя виза. Семья, oila, ya bilan tugamoqda, bu ham женский rod. Familiya, familiya, моя familiya, ya, женский rod. Площадь, maydon degani. Моя площадь, mening maydonim. Средний rodga o'tamiz. Оно, что это? Оно, ya'ni o'sha bironta jonsiz bo'lgan predmetga nisbatan aytiladi yoki hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Письмо, nima? Xat. Что? Письмо. Чье? Письмо. O bilan tugamoqda. Письмо, средний rod. Яблоко, moyo яблоко, olma. Море, dengiz, moyo море, meni dengizim. Средний rod. Kafe, kafeni bilasiz. Bu ham средний rodga kiradi. Demak, sanab ko'ramiz. Mama qanaqa rodga kirar ekan? Женский rodga kiradi. Keyingisi окно, окно, o qanaqa rodga kiradi? Средний rod. Keyingisi brat, t qanaqa rodga? T undosh, demak мужской rod. Keyingisi ручка, a женский rod. Море, buni oldin o'tgandik. Средний rod. Центр, мужской rod. Hozir bundan keyin keladigan so'zlar juda ham ruslarni chalkashtiradi. Ko'plar adashadigan so'zlar hisoblanadi. Demak, tsunami. Tsunami nima bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi rodga to'g'ri keladi? Tsunami esa средний rod.
Tsunami. Bilasiz-a, tsunami nimaligini? Keyingisi tiramisu. Bu shunaqa shirinlik. Tiramisu. Ruslar ham ko'plari bilmaydi. Qanaqa rodga keladi? To'g'ri keladi tiramisu. Bu esa murskoy rod. Oxirgisi biz juda ham ko'p ishlatadigan so'zimiz kofe. Kofe qanaqa rod deb o'ylaysiz? Bilan tugadi. Demak, sredniy rod bo'lsa kerak-a? Нет, kofe murskoy rodga to'g'ri keladi. Shuning uchun rod deganda uning jinsiy tegishli faqat qizlarga yoki yigitlarga tegishli joyi bor deb o'ylasangiz xato qilasiz. Bu o'sha so'zni o'ziga bog'liq. Shuning uchun iloji boricha so'zlarni qanaqa rodda ishlatilishini, qanaqa kontekstda kelishini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Demak, murskoy rod qanaqa savollarga javob beradi? Какой? Какой стол? Stol murskoy rod, to'g'rimi? Какой? Demak, bironta predmet, bironta narsani oladigan bo'lsak, u murskoy rod bo'ladigan bo'lsa, какой savoli tug'iladi. Какой? Keyingisi женский rod. Какая? Какая? Какая девушка? Какая? Esingizdan chiqmasin. Средний rod. Какое? Какое пальто? Demak, har bir til kabi rus tilida ham juda ham ko'p istisnoli holatlar mavjud. Shularni esda tutishingiz lozim bo'ladi. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerakki, har doim ham so'zni, masalan, hozir oladigan bo'lsak, masalan, deb прилагательный, ya'ni sifatlarni oladigan bo'lsak, murskoy rodga красный, murskoy rod, красный. Женский rodda qizil, krasный bilasizmi? Krasnaya deb ataladi. Krasnoye deb o'zgariladi. Lekin chet tildan olingan so'zlarning tugallanishi rus tilida padejlarga bo'linmaydi, ya'ni kelishiklarda o'zgarilmaydi. Shu so'zlarni hozir birgalikda ko'ramiz. Flamingo. Flamingo. Bu mana bu hayvon. Bu chetdan kelgan so'zdir. Shimpanze chetdan kelgan so'z. Kenguru. Demak, sredniy rodga asosan jonsiz predmetlar kiradi. Abreviaturalar haqida bilasiz-ku, to'g'rimi? Qisqartirilgan QVZ yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti, shular qisqartirilib yoziladi, to'g'rimi? Yoki bironta bir universitetlar nomi shu abreviatura deb ataladi. Abreviaturalar hech o'ylab ko'rganmisiz? Ular qaysi rodga tegishli bo'lishi mumkin? Axir bu abreviatura bo'lsa deb. Endi hozir bir masala ko'ramiz. OON so'zini oladigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Kalit so'z orqali rod aniqlanadi. Ya'ni OON Organizatsiya Объединенных Наций. Bu yoqda kalitli so'z bu organizatsiya hisoblanadi. Organizatsiya so'zi qanaqa rodda? Женский rodda. Keyin klub веселых и находчивых, KVN. Ya'ni bu joyda kalit so'z klub so'zi. Klub qanaqa rod? Молодец. Murskoy rod. Demak, endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qismni bilaman, ko'plar yoqtirishadi, chunki bu razgovorni, ya'ni gaplashishni istashadi. Ko'plar bizda grammatika emas, razgovorni o'rgating, biz gaplashishni xohlaymiz deb menga yozishadi. Shuning uchun yarmini grammatikani ham bilish kerakligi bo'lganligi uchun yarmi grammatika, yarmi darslarini razgovorni bo'lib o'tadi. Demak, давай познакомимся. Kel tanishaylik degani. Tanishishga tegishli bo'lgan bir holatlarni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tmoqchiman. Demak, odam tanishganda nimalarni, qanaqa kategoriyalarni ishlatishi to'g'risida. Знакомство с собой. O'zimizni tanishtiramiz. Приветствие. Salomlashish. Привет so'zi ildizi e'tibor bergan bo'lsangiz, привет so'zidan olingan salomlashish.
Salomlashgan "Привет, как дела? Здравствуй" oldingi darslarimda ham bu to'g'risida aytib o'tgan edim. Keyin boshqa inson bilan tanishayotganingizda nimalar haqida gapirasiz? Ismingiz, tug'ilgan joyingiz, yoshingiz haqida gapirasiz, to'g'rimi? Ism, imya, откуда родом, ya'ni tug'ilgan joyingiz qayerdanligi. Откуда родом, siz qayerdanligingiz, qaysi joyda tug'ilganligingiz. Возраст, yosh, ya'ni necha yoshdasiz. Специальность, faoliyat. Tanishdik, salomlashdik, qaysi joydanligimizni, yoshimiz nechidaligini, ismimizni aytib o'tdik. Demak, endi nima bilan hayotda shug'ullanishimiz haqida aytib o'tishimiz kerak. Bizning faoliyatimiz haqida yoki masalan biron joyda o'qiydigan talaba bo'ladigan bo'lsak, talabaligimiz haqida. Специальность, faoliyat degani. Я по специальности психолог. Men faoliyatim bo'yicha ruhshunosman. Interes, keyin interes, ya'ni hobbi, qiziqish haqida gapirishimiz kerak bo'ladi. Семья, keyin esa oilamiz, oilada necha kishimiz, oilamiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tishimiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, endi namuna tariqasida mening ismim Karina, men oilada to'ng'ich farzandman. Меня зовут Карина, я в семье старший ребенок. Shuni qaytarishga urinib ko'ring. Меня зовут Karina, я в семье старший ребенок. Chunki qancha ko'p ruschada gapiradigan bo'lsangiz, shuncha aksentni yo'qotasiz. Bizning oilada 5 kishi mavjud. Buvam, dadam, oyim, men va singlim. Ruschasiga нас в семье 5 человек. Бабушка, бувам, папа, дадам, мама, oyim, men, я и сестренка, singlim. Demak, личное местоимение. Личное местоимение bu shaxsiy olmoshlar. Ya'ni единственное число birlikda, множественное число ko'plikda ko'rib chiqamiz. Men birlikda, birinchi shaxs. Men, я, ты, sen. Uchinchi shaxs, u. 3 xil rodga bo'linishi esingizdami? On, u o'g'il bolaga, erkak kishiga nisbatan aytiladi. Она qiz bolaga nisbatan. Она красивая, он красивый. Оно, ya'ni predmetlarga yoki hayvonlarga nisbatan aytiladi. Оно средний род. Endi множественное число, ko'plik haqida gapiradigan bo'lsak, мы, biz. Мы сегодня танцевали. Biz bugun raqsga tushgan edik. Вы deganda ozgina to'xtalib o'taman. Вы, ya'ni siz va sizlar degan ma'noda keladi ruschada. Birlikda ham ishlatiladi demoqchiman, ya'ni hurmat qiladigan insoningiz yoki hali siz uncha yaxshi tanimagan insonga ты deb murojaat qilishingiz sansirab murojaat qilgandek juda ham qo'pol chiqishi mumkin. Shuning uchun вы deb gapirasiz. Вы здесь будете? Siz shu yerda bo'lasizmi? Bir kishiga nisbatan. Yoki вы с нами пойдете играть? Sizlar bizlar bilan o'ynashga borasizmi? Ya'ni ko'plikda ham, birlikda ham keladi. Va buni faqat kontekst orqali aniqlasa bo'ladi. Va oxirgisi они, ular, они. Demak, разряды местоимений. Olmoshlarning demak razryadli местоимение olmoshning turlari haqida gaplashamiz. Возвратное местоимение qaytuvchi olmosh deb ataladi. Bu ya'ni inson o'ziga nisbatan aytiladigan gaplarga себя, ya'ni o'zimga degan ma'noda. Hayvonlarga nisbatan esa bajarilgan harakat, o'ziga nisbatan bajarilgan harakatga nisbatan aytiladi. Endi olmoshning turlarini yana ko'rib chiqamiz. Личный, ya'ni shaxsiy. Я, мы, ты, вы, он, она, оно, они. Ya'ni men, biz, sen, siz, sizlar, on. Yigitlarga nisbatan ana,
qizlarga nisbatan, ano jonsiz predmetlar yoki hayvonlarga nisbatan они ular degani. Возвратный ya'ni qaytalovchi, ya'ni себя. Я люблю себя. Men o'zimni sevaman. O'ziga o'zi nisbatan aytiladi. Вопросительный ya'ni so'roqli. Кто, kim, что yozib borish esingizdan chiqmasin. Pauzaga qo'yib, savollarni albatta yozib boring. Кто, kim, что, nima, каков, qanday, чей, kimniki. Keyingisi относительный, nisbiy olmoshlar. Кто, kim, что, nima, каков, qanday, чей, kimniki savollariga javob beradi. Неопределенный, ya'ni noaniq. Некто, kimdir, кое-кто ham kimdir degan ma'noni anglatadi. Отрицательный, ya'ni inkor qiluvchi olmoshlar. Никто, hech kim, ничей, hech kimniki, никого, hech kimni, никого не видела, hech kimni ko'rmadim. Притяжательный, ya'ni egalik olmoshlari. Мой, meniki, твой, seniki, их, ularniki, наш, bizniki. Указательный, ya'ni ko'rsatkich olmoshlari. Тот, u, тот стол, u stol. Те книги, u kitoblar. Этот, yonimizda turgan. Этот баллон, bu balon. Определенный, ya'ni aniq olmoshlar. Весь, hamma. Весь город заболел. Hamma, shahardagi hamma kasallanib qoldi. Самый крутой человек, eng zo'r inson. Иной, boshqa, o'zga ma'noni anglatadi. Иной город, boshqa, o'zga shahar. Другой, boshqa. Другой film посмотрим, boshqa film ko'ramizmi? Demak, предложение для примера. Misol uchun gaplar. Личный, ya'ni shaxsiy. Оставайтесь дома. Aynan shuni qo'yganimiz sababi hozir pandemiya. Albatta uyda qoling. Я безумно рада окончанию карантина. Men karantin tugalanganidan juda ham xursandman. Bu darslikni tuzganimda karantin tugagan edi, hozir yana karantin. Kutib qolamiz tugashini. Мы дружим с самого детства. Biz kichkinaligimizdan do'stlashganmiz. Ты ведь знаешь, как я тебя уважаю. Sen bilasan-ku, qanchalik men seni hurmat qilaman. Вы приедете к нам в гости. Siz biznikiga mehmonga kelasizmi? Siz. Он очень устал после пробежки. U yigit kishiga nisbatan. U yugurib kelgandan keyin juda ham charchadi, ustал. Она постоянно сидит в телефоне. Ana qiz bolaga nisbatan har doim telefonida o'tiradi. Постоянно, bu degani har doim. Оно очень холодно. Оно u juda ham sovuq. Оно мороженое bo'lishi mumkin, masalan. Muzqaymoq. Оно очень холодное. Они забыли надеть маску. Ular niqob taqishni esdan chiqarib qo'yishdi. Ular. Demak, bugungi darsimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Albatta, meni kuzatib borishingiz mumkin. Instagram orqali psixolog Umida akkauntimda psixologiya va undan tashqari bloger bo'lish, rus tili va ko'p qiziqarli va foydali, eng muhimi foydali narsalar bilan o'zimni blogimda bo'lishaman. Va rus tiliga ham podpiska, ya'ni obuna bo'lishingiz mumkin. Telegramda ham o'zimni kanalim bor. Sog' va salomat bo'ling. Niqob taqish esingizdan chiqmasin. O'zingizni asrang.